Hem de hazırca en cıkkılık adam so'raygan savol mening psixikamda zat chataq chiqdimi chiqmadimi deb handaq savollarni ko'p so'raydi-chu jiq odamlar. Ham bu to'g'riliq izdindi. Hamda bu yana ba'zi odamlar sening psixikang chataq ekan, sening psixikangda masala bor ekan deydigan shundaq gaplar bo'ldi. Hamda bularning hammasi bir xil ongsiz elib berilgan bema'ni gaplar bu. Hamda mayli qandaq odam bo'lishiga nazar uningda ozdir ko'pdir psixikasidan chataq holatda turdi odamlar-chu. U hargizmi undaq to'liq sog'lom bo'lmaydi. Ammo ba'zi psixikalik chataqlar hamdalik oyog'ining yoki to'shayning orasiga chirib oldigan bir kichik toshga o'xshaydi. Bu tosh hamda putingizni bearam qildi, biroq u qonitib etmaydi, putingizni yoki sundirib etmaydi, yoki to'ko qilib qo'ymaydi. Shu bearam qildi. Ham shu toshga kunab, shu bearamlik kunab yashab o'tib kelsin bo'laverdi. Bizim ko'rishishimiz hojat yo'q. Ammo toshni ilib etsa yaxshiroq. Nurg'un odamlarning psixik masalasi shundaroq bo'ladi. Hamda psixikadan zoda masala chiqdimi, chiqmadimi deganda biz bundaq ikki turga bo'lib so'zlaymiz. Odamlarni, insonlar to'pini ikki to'pga bo'lamiz. Birinchi to'p qanday desangiz, bularni psixik to'salg'usi bor deymiz. Ham psixik to'salg'u degan nima deganda, psixik to'salg'u deganimiz birsi xarakter to'salg'usi, yana birsi hissiyot to'salg'usi. Hem de xarakter to'salg'usi degan nima desangiz, xarakter to'salg'usi dediğimiz ba'zi odamlar o'zining hayot qilish, yashash va taraqqiy qilish uchun ba'zilarga zarur bo'lgan ba'zi xarakterlarni namoyon qilolmaydi. Bu xarakter to'salg'usi bo'ldi. Hissiyat to'salg'usi shu deganda, hissiyat to'salg'usi o'xshash odamning yashashi, hayot qilishi va taraqqiy uchun zarur bo'lgan ba'zi hissiyotlarni his qilolmaydi, his qilolmaganlik uchun ham ifodalanmaydi. Biz buni hissiyat to'salg'usi deymiz. Bu xil psixik to'salg'u hem de onun hayat turmuşida aniq aks etadi. Masalan, xizmatlar ravan bo'lmaygan, iqtisodiy ish ravan bo'lmay, to'salg'u uchraydigan, yoki bo'lmasa to'y turmush yaxshi bo'lmaydigan, to'y qilib bo'lgandan keyin oilada bir ziddiyatlar qoldigan, yoki taraqqiyot bir yakalgan oqamay ostiga kirib ketadigan, bunday ostiga cho'kib ketadigan, yoki bo'lmasa ba'zi shundoq qiliq aqli yaxshi, qobiliyati yaxshi, ammo ifodalayolmaydigan, so'zlayolmaydigan, masalan, tildagi bir xil mayli davlat tili bo'lsin, mayli boshqa xil ifodalashlar bo'lsin, aslida ravon emaslik. Demak, biz bu topdagi odamlarni qanday nima qilamiz deganda, svoy ishini ko'taribchi. Rinjiningli deymiz, yoki zvoy ishini ko'tarish orqali hal qilamiz. Hamda bu zvoy ishi degan nimasi? To'mtoqroq qilib, qo'polroq qilib aytsak, o'zini tushunish darajasini ko'tarish orqali, ya'ni bular o'rgatish orqali, tarbiyalash orqali bu xil hayotidagi ravonsizlikni ravon qilamiz yoki ayg'irning ichidagi toshni elib chiqishga yordam beramiz. Agar u xohlasa, agar u shuni tunib yeta olsa. Ammo ko'pincha odamlar hayotidagi bu xil ravonsizlikni tashqi muhitdan deb qaraydi. Shu tufayli uning masalasi hal bo'lmaydi. U o'zidagi hissiyotlarni qazmasdan, asosiyatdan ochiq va qo'rqishdan iborat kayfiyatni cho'rdab yashaydi degan gap. Hamda ikkinchi topdagi odamlar bo'ldi. Hamda ikkinchi topdagi odamlarni ma'lum darajada psixikasidan chataq chiqdi deb qarasak bo'ldi. Hamda bu psixikasidan chataq chiqishni nima orqali o'lchaymiz? Buning darajasini nima orqali o'lchaymiz deganda, bizning hamda markaziy nerv sistemamizning intayin ibtidoiy bir inkosi bo'ladi. Biz bu inkosni fight or flight mode deymiz. Fight or flight mode. Ham bu nima degan gap desa, urushish yoki qochib ketish inkosi mexanizmi deymiz. Hamda bu qanday inkos deganda, odam ma'lum bir tahdid uchraganda yoki sizning nerv sistemangiz ma'lum narsani tahdid deb qaragan vaqtda ikki tanlashga uchraysiz. Yo u yerdan qochib ketasiz, yoki uni bilan urushib qolsiz. Hamda odam psixikasi ojizlashgan sari, odamning psixik ojizlashgan sari, u boshqa odamlarni, birinchi bo'lib odamlarni tahdid deb qaraydi. O'ziga tahdid deb qaraydi. Natijada bu xil fight or flight mexanizmi darhol qo'zg'alib, u odam birisi uyga bekinib oldigan, odamlardan qochadigan bo'lib qoldi.
yoki bo'lmasa o'zining munosabat chambaragidagi kishilarning gap so'zlari tiz zidiga tegib, tizli jillab, tiz ochiqilib so'qishib qoldi. Bundan aytganda bu kishilar boshqalarning maqsadidan gumonlandi. Buning maqsadi ya men zangli qilish yoki mendan foydalanish yoki meni aldash degandekchi maqsaddan gumonlanib tizlar ular bilan urushib qoldi. Tiz ochiqqa qoldi. Ya qechib ketdi yoki urushib qoldi. Andan mo'min chimyo bir xil veychuis qilib o'zlari yig'lab ketdi. Mushning darajasi hamda ba'zilarida vaqtli qashunda qulab o'ngishli ketadi. Ba'zilar cho'tsangiz shiguanshin habitual holda shundaq odat xarakterga qoldi. Biz buni psixikdan masala chiqibdi desak bo'ladi. Biroq bu xil masala chiqsimi ansirab ketmas kerak adamchi. Chunki bu insonning normalligining ichidagi bir benormalliklar. Har qanday bir psixik masalasi har qancha bir nima bo'lib ketsimi bu ansirmas kerak. Chunki normallikning ichidagi benormallik bu xuddi kompyuteringizning ranjansidan chatoq chiqish. Bu kompyuteringizning ranjansidan har qancha chatoq chiqsa biz kompyuter buzildi demaymiz. Ranjani almashtiramiz yoki asli qaytarib yana qachilsak bo'ladi. Hem yingpandan haqiqiy kompyuterning mingisidan chatoq chiqsa chatoq chiqamaydi. Biroq u chatoq insonlarni aldirab chiqmaydi. Endi ba'zi irisi tupayli hamda nervdan chatoq chiqamsa psixikada undaq alayda bo'lib ketmaydi. Butun ranjandan chatoq chiqadi degan gap. Chunki ba'zi psixik benormallik asli bek kuchli emas. Biroq bizning bayatanqi signal sistemamiz emas. Men shundoq bo'lib qoldim, benormal bo'lib qoldim deb buningga beyovchan chaplab, ondan texmi qo'rqib, buni kuchaytirdi. Masalan, tashvishlanish kesilin deylik. Asl odam tashvishlandi. Ma'lum sababdanchi. Biroq normal tashvishlandi. Biroq bizda tashvishlashdan iborat hissiyotnimi nachar, qo'rqinchli, bu to'g'ri emas, menda bo'z bo'lmaydi deb signal berganligimiz uchun biz hamda bu xil tashvishlanishdanmi, yana tashvishlanib ketamiz. O'tqa kirsin chashqandek. Bu vaqtda andan keyin panic disorder deymiz. Bu panic disorder deganimiz bir xil tuyuqsizlan, jo'mishlik, o'lakidagandek nafs qisilib, jiddiy doktorga opamiz olmay o'lak qolim debchi, rasmiy shunda bir holat kirib qoldi. Biz buni panic disorder deymiz. Yani javluyjonning bir xil jiddiy qo'zg'alishida. Ashning o'z nimasi tashvishlanishdan, yana tashvishlanib, bir xil normal tashvishlik kuchayib, bir xil kesel holati panik holatga o'ta ketib qolgan gap. Mushning darajasidan biz psixikimizda chatoq chiqibdi, ancha-muncha deb tushunsak bo'ladi. Biroq buni ansirab ketmas kerak. Ham bu yerda men bayatdan dedim, biz psixik ojizlagan sari siz tashqi muhitdagi odamlarni, hatto borgan sari hatto jonsiz narsalarni tahdid deb o'ylab olasiz. Ko'zingiz endi ko'rinish mumkin-da. Avval odamlardan tahdid deb qaraysiz, qechisiz, bekinisiz, yoki urushib qolsiz, keyin biroqli bekinisiz. Bekingandan keyin borgan sari tomlarmi, rasmlarmi g'alati ko'rinib, umi sizda yani tahdid paydo qilaveradigan gap. Bu ig'ilish ketdi degan gap. Endi qandaq bo'lsa, bizning psixikimizda bu xil vahima tuyg'usi paydo bo'ldi deganda, bizning psixikimiz ojizlashgan sari bu xil vahim paydo bo'ldi. Endi bu psixikasi ojiz deganmi bir g'uvov qilmamdi. Bu gapning kishilarga bergan ta'siri rohat emas. Psixikam ojiz ekan desa, endi bir psixikam ojiz ekan deb tushundi, biroq nima u? Psixikam ojiz degan nima, qanday bo'lsa ojiz bo'ldi, bu narsa kallasida aniq emas-da. Hozir endi shuni men bir tushuntirib qo'yaman. Endi bu psixik ojiz deganning simvol xarakteri qanday bo'ldi desa, masalan siz o'rmonga bir hayvon bo'lsangiz, sizni kichikiltib to'shqon qilgan sari sizning atrofdagi vahima cho'ng bo'ldi, qo'rqaygan narsalar jiqiydi degan gap. Sizni sal yo'g'ontib bo'ra qilib qo'ysam, siz qo'rqaygan narsalar aziydi degan gap. O'rmon o'zgarmaydi. Muhitingiz o'zgarmaydi. Faqat sizni bir bo'lsa kichik to'shqon qilib qo'yma, hamma narsadan qo'rqib yurasiz. Bir bo'lsa sizni yo'g'ontib bo'ri shirga aylantirib qo'yma, ishimdan qo'rqmaysiz. Demak, bu yerda muhit o'zgarmadi, faqat sizning cho'ng kichikligingiz o'zgaradi degan gap. Shunga psixik ojizlashdi degan gap, odam kichiklab ketdi degan gap. Demak, siz ojizlagan sari kishilar vahimli ko'rindi degan gap. Unda qolsa, qandaq vaqtida odamning psixikasi ojizlab ketadi? Odamning psixikasining ojiz bo'lishi yoki kuchli bo'lishini nima orqali belgilaymiz deganda, biz o'zimizning ong'i ko'tarish darajamizning o'sishiga ergishib, biz bilan kichik bolaning ulanish darajasiga asosan
bizning psixikamiz kuchli yoki ojiz bo'ldi degan gap. Endi bu ichki bola bilan ulanish degan nima degan gap deganda, ichki bola bir xil ong qatlamidagi bir xil simvollik ma'no bo'lib, bizning intayin ojiz, qimmatsiz, yar yuraksiz bir holatimiz bu, bir hissiyotimiz. Endi biz bu xil holatimizni, ya'ni ichki boladan iborat bu xil holatimizni odamlar tabiiyla qo'g'dayman deb turdi. Qo'g'dash o'taketimizda biz bu xil ojiz hissiy tarafimizni qo'g'dayman deydi. Masalan, ba'zi qizlarda yoki ayollarda bo'ladigan badani tuyuqsiz, sal kelangsiz uyg'onib qoladigan yoki bir xil o'g'illik xarakteri kuchayib ketadigan ishlarning hammasi amaliyotda bu xil ayollar o'zining vujudidagi eng ojiz manni, ichki bolani shundaq adlik holatdan qo'g'dayotdi degan gap. Demak, sizning ro'yitingiz ojiz bo'lgan sari badaningiz uni to'liqlaydi degan gap. Endi yana ba'zilar bu xil ichki bolani jamiyatda ma'lum bir martaba, mansab yoki obro'y tiklash orqali yoki bo'lmasa kuchli bir xil kontrol qiluvchiga aylanish orqali qo'g'daydi hamcha. Nima demoqchi desa, men bundaq turmasam boshqalar meni aldab ketadi, zanglik qo'ydi, ko'z qilmaydi, meni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Men faqat shundoq bo'lgandilar, anandan keyin boshqalar meni yaxshi ko'rdi degan hissiyot bo'ldi. Endi biz bu xil ojiz tarafimizni mana shundoq qo'g'dab, ba'zilarimiz tirishib shundoq bir utuqlarni qozonganda shundoq ko'nglimiz yerim bo'lib ketadi. Kumushi bo'lib ketamiz. Chunki bu vaqtda bizda ig'ir bir darajada gumon bo'ldi. Meni kishilar haqiqatan yaxshi ko'ramdi. Yaxshi ko'rdi. Biroq ularning yaxshi ko'rdigini men ular uchun deb berayotgan pulimni yaxshi ko'rdi. Men bundaq tirishib, shundaq o'rnimni yaxshi ko'rdi. Meni salohiyatimni yaxshi ko'rdi. Ammo meni yaxshi ko'ramdi degan gumon tushdi. So'ng bir qarasa yaxshi ko'rdigandek, bir qarasa yaxshi ko'rmaygandek hissiyotda bo'libmi ayollar o'rtasida bir-birisidan ranjish, hatto bir-birisini bir xil dushmandek o'ylab oldi. Gumoniy nazarda qaraydi degan gap. Endi biz psixologiyada muhabbatdan iborat, bo'libmi shartsiz muhabbatni. Siz shartsiz muhabbatni bu dunyoda hech kimga erishmaysiz. Dadangiz, onangizdan erishmaysiz. Shartsiz muhabbatga erishmagan ahvolda insonning qalb yarasi har kim saqaymaydi. Qat'iy saqaymaydi. Endi siz qalbingiz saqaymagan ahvol ostida, masalan qo'lingizni kesib etgan ahvol ostida, og'riq bor bu yerda. Og'rib kesilib ketgan ahvol ostida sizning kulalishingiz, sizning dunyodan huzurlanishingiz yoki qo'lingiz kesik holda tomoq yeyishingiz mumkin emas. Albatta qo'lingiz kesik holatda birovni kechirib etmakingizmi shundoq tez to'xtaydi. Yoki minnatdor bo'lmoqingizmi tez. Chunki sizning qo'lingiz kesikda og'riyotdi-da. Ammo qo'lingiz saqay qolganda siz tabiiyla nurg'un bo'ptilar deysiz nurg'un narsalarga. Shunga ichki boldan iborat bizning bu qalb yarimiz cho'qim shartsiz muhabbatdan iborat bir malham bilan o'ngshish kerak. Biroq bu malhamni men bu yerda dedim, hech kim berolmaydi. Uni faqat adult self deymiz. Biz cho'ng bo'lgan biz o'zimizga bera olamiz. Birdan bir qila oladiganimiz shu. Biz bu xil muhabbatni o'zimiz bera olganda, men boyatim degan ichki bolani jena qila olganda, uni uchrasha olganda, uni haqiqiy yaxshi ko'ra olganda yoki simol xarakter qilsa quchoqlay olganda. Onandan odamning intayin bir jiddiy bir xil odam doim jiddiy holat turdi emasmi? Butun badani odatda bir xil qo'g'inish holat turdi-ku. Undaq sezgur holat turdi. Ta uxlasam undaq silkinib, bir rohat emasda. Doim xuddi bir hujum qildigandek, yili birini deb qo'ydigandek, yili ayblab qo'ydigandek, yili bir yerda jimchib ketdigandek, yili baliqchi qilib tushdigandek, yili o'yning birimiz atmagandek, o'g'irchi. Shular hammasi demasa odamning noat sezgur holati. Nimishqa? Chunki bu yerda u qo'g'dayotgan bir ichki bola bor-ku. U har zaman yana sho'xay bo'lish mumkin-da. Shunga bu xil qo'g'dinib yashash usuli eng oxirida odamlarni eg'ir charchitib qolmasdan hayotining ma'lum bir qismiga kelganda hech nima qilolmaydigan, hech qanday qimmati chiqmaydigan bir hissiyotga ham shu holatga petib qoldi. Buni biz yiyo holat kirib qoldi.
Aşağı petip kaldı, aşağı hissiyat petip kaldı. Kıymeti yok. Hiç kanday iş koldan gelmeydi. Hatta dunglisim kalmaydı. Hiç nemene kıygız gelmeydi. Jivi alıp petip kaldı deymiz. Bu tip yıldızı payqanda içki balının bizni yenişi hesaplandı. Şuna biz kalbimizning mana shu parchalanib ketgan yoki qalbimizning shu to'liqlanmagan qismini, ya'ni ichki balni biz jena qila olganda, bu bir chambar holatga kelganda, ondan biz shundoq bir xil xotirjam, rohat holatga kelamiz degan gap. Bayotinqidek o'zimizga va atrofdagilarni bearam qiladigan barliq alomatlar yo'qaydi degan gap. Balangizning gapingizni anglamaganda siz amaliyotda mayli siz qandaq sirtqi dunyoda qandaq kuchli bo'ling, qandaq bir nochi obrazni yoki deymiz, qandaq bir mukammal nochi odamning obrazini tiklang, ammo balangiz gapingizni anglamagan shu paytning o'zida siz bir ojiz bir odamga aylanib qolasiz. Hech qandaq narsa bir balangizmi gapingizni anglamagan bir holat. Bu vaqtda siz bu xil ojiz o'zingizni hargiz qabul qilolmaysiz. Qabul qilolmaganda nuqo qattiq achingiz keldi. Chunki uni balangiz shakllantirdi-da. Shundan balangizga kuchli zarba bersiz degan gap. Bu vaqtda bal allaburun yaralanib bo'ldi. Bu bunday ilishini shunga ham ma'ni beradigan gap. Shuni biz insonlar cho'qim hech kimdan erishamaydigan bu xil shartsiz muhabbatni o'zimizdan ongsiz altini, o'zimizni tushunish orqali, ongga ko'tarish orqali. Chunki bu xil shartsiz muhabbatni ongliq o'zimiz bera olamiz. Ongsiz o'zimiz bera olmaymiz. Faqat ongliq o'zimiz, cho'ng bo'lgan o'zimiz ondan bera olamiz degan gap. Mush orqali bera olganda, ondan odamlar mayli uning yashash orzusi nima bo'lsin qadazar, mayli rohat yashab baqsam, bir kun bo'lsin bir g'am suqlab baqsam, yoki bir qijlanmay pul tep baqsam, yoki hamma odam bilan bir bo'ldilar deb kechirib o'tib bir xil minnatdorlik yashasam degan bir orzulari bo'ldi-ku odamning. Shu vaqtda bu arzusi amalga oshtirilgan. Yig'inchoqlab basamda, the only problem we human beings face is just we got disconnected from our real self, which is in this case inner child. And the only solution in the presence we have is embrace, hug, give the feeling, give the recognition, give the space to the inner child per se.